Bugungi videomizda qishlog'imizda Jetel juda ham bahaybat bo'lib qoldi. Buni sehrgar nima uchun qildi? Buni video davomida bilib olamiz. Agar sizga video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Barchangizga salom. Sizlar bilan birgalikda bu My Friends va mening kanalimga xush kelibsiz do'stlarim. Bugungi videomiz ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Videomiz chiqmagani esa 4 kundan oshibdi. Nimaga yozmaysizlar? Friends qachon video chiqarasan deb. Do'stlar, men sizlardan juda ham xafa bo'ldim. Oxirgi videomiz uncha prosmotr yemabdi va rekka ham chiqmabdi. Undan oldingi ikkita videomiz esa juda ham yaxshi prosmotr qilgan edi. Keling do'stlar, mana shu videomizga ko'proq like yig'amiz, obunachi keltiramiz va men sizlarni tekinga reklama qilib beraman. Tekinga reklama qilib ber friends deysizlar, to'g'rimi? Mana sizlarga imkon va sizlarga ko'pgina obunachilar, like'lar, prosmotrlar keladi. Albatta sizlar ham shuni xohlaysizlar, to'g'rimi? Shuning uchun hozir mening kanalimga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyaga misolimga javob toping. Men misol beraman. Ana shu misolimni topsanglar, sizlarni tekinga reklama qilib beraman. Tekinga reklama. O'ylayapsizlar-a, tekinga reklama. Qanunda men misolimni boshladim. Men sizlar mening misolimni topib qo'ysanglar kerak. Chunki mening obunachilarim juda ham aqlli. Xo'p do'stlar, 12 ga 12 ni qo'ysak necha bo'ladi? Javobini kommentariyada yozib qoldiring. Bilaman, sizlar bilan javobini o'ylamasdan yozaverasizlar sizlar, chunki aqllisizlar. Yana qaytaraman, 12 ga 12 ni qo'shamiz. Albatta men buni kommentariyada kutib qolaman. Va do'stlar, hozir men poliz ekanlarimni davom ettirishim kerak bo'ladi va telefonim ham kerak bo'ladi. Ha do'stlar, va o'zingizlar mazza qilib dam olib yuribsizlarmi? Maktab yaxshi bo'lyaptimi sizlarda? Menda esa zo'r, nimaga u qo'yilmayapti, tushunursin. Ha mayli, menda esa maktab zo'rdimi? Demoqchi edim, bu nima do'stlar? To'g'rilarni olib olamiz. Bu nima? Tushunursin. Bu Jetelmi yoki-da bu? Haqiqatdan ham Jetelmi? Telefonimdan ko'raylik-da. Bu yerdan ko'ramiz. Mana to'xtalar do'stlar, men blok olib kelay. Bu rostdan ham Jetel. Ha do'stlar, bu rostdan ham Jetel. Yo bu nima deydi? U haykalmi qandaydir? Yoki-da bu rostdan ham Jetelmi? Tushunolmadim. Hozir bunga aniqlik kiritamiz. Bizda bloklar bormi deya. Tushunursin, bizda blok degan narsa yo'q. Ha mayli, biz mana bundan olamizda tepaga chiqishimiz kerak bo'ladi. Tezroq do'stlar. Tushunursin, rostdan ham Jetellarmi tushunmadim. Mana va men do'stlar, bu rostdan ham Jetel. Ha, bu rostdan ham Jetel. Jetel. Bu do'stlar qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Bu nimaga bunaqa bahaybat? Bizning jetellarimiz odatda mana bunday bo'lar edi. Bu esa mana bunday bo'lishi mumkin emas. Bu qaysi jetel? Yo sehrgar qilib qo'ydimikan buni? Tushunursin, bu qaysi jetel? Ey jetel, uyg'on, jetel, tur. Ey tushunursin, do'stlar uyg'onmayapti. Nima qilsak bo'lar ekan? Jeteldan so'raylikchi. Jetel. Ha, Frenzy, qalaysan? Sen ham ko'ryapsanmi? Men yonimga kelganmisan kerak shu uchun. Albatta, nima bo'ldi? Sen buni ko'ryapsanmi? Jetel, nahotki mana bunday? U haykalmi yoki rostdan odammi? Ha, u Jetel. 03 Jetel. No, rostdanmi? 3-Jetel meni qo'shnim-ku. Albatta shunday. Va u bilmadim nimaga unday. Biz qo'rqib ketdik Jetellar bilan. Mayli, bu sehrgar qilgan bo'lsa kerak deb biz xotirjammiz. Uyg'onsakin ta'sir o'tib ketardi. Tushunursin. Balki unday bo'lmas. Do'stlar, juda ham g'alati. Sehrgar qilgan bo'lsa, buni sehrgarni ham bu yerga chaqirish kerak. Yoki-da bu vaqtinchaligimi ekan? Balki bu narsa o'tib ketar, to'g'rimi? Jetelni biz uyg'otishimiz kerak. Jetelni biz qanday uyg'otsak bo'lar ekan? Yana bir marta uyg'otib ko'ramiz bu tarafidan. Jetel, uyg'on, Jetel. Uyg'on. Ay, tushunursin. Uyg'onmayapti. Demak, biz nimadir qilishimiz kerak do'stlar. Buni uyg'otish uchun. Ha, bizda nima bor uyg'otish uchun? Bu yerda bizga kerakli narsa yo'q. Ay. Biz nima do'konimizda kolonka degan narsalardan bormi ekan? Ya'ni ular juda ham baland ovoz chiqaradigan narsalar. Hozir bizda assalomu alaykum barchalarga. Va alaykum, Frenzy, qalaysan? Zo'r. Jetellarni ko'ryapsizlarmi sizlar ham mana bu bahaybatni? Albatta biz ham ko'rib shok bo'lib qoldik. Ay, tushunursin. Do'stlar, ularda normalniy o'zbekcha gapiraylik. Yaxshi narsa yo'q ekan. Jetelni uyg'otishimiz kerak. Bu safar aniq uyg'onadi. Qarab turlar, telefonni ham qo'yib beraman.
Alyo, Jitel, uyg'on, yaramas, uyg'on. O, Vanqot, uyg'onding, Jitel ahmoq. Nima qildi seni holingga? Menga ayt, nima qildi senga? Chin ursin ahmoq. Uyg'ondingmi Vanqot? Voy jiyan Nurjon, men qanday ahvolga kelib qoldim. Voy buncha qishlog'imiz kichkina. Men katta bo'lib qoldimmi yoki qishlog'imiz kichkinami? Yo sizlar kichkina bo'lib qoldinglarmi? Yo men bahaybat bo'lib ketdimmi? Ha, ahmoq, sen bahaybat bo'lib ketding. Nimaga unday bo'lib ketding? Bilasanmi, nima bo'ldi? Aytib ber bizga. Men sehrgar bilan garov o'ynagandim. Xullas yutqizib qo'ydim. Damlama berdi, ichdim, kuldi. Keyin hech narsa qilmadi, uxlab qoldimda. Hozir tursam mana shunday ahvoldaman. Jin ursin, jinnimisan sen? Qanaqa garov? Nimadan o'zi? Unaqalarga qiziqmaylik u mayli. Nimaga unaqa narsalar qildinglar? Jinnimisan? Endi sen nimaga bunday ahvoldasan? Butun qishloqni cho'chitib yuborasan. Bu shaharga tarqab ketmasan. Juda ham mashhur bo'lib ketasan. Mashhur bo'lish juda ham ajoyib narsa. Ajoyib narsa emas. Mana men mashhurman-ku. Ovulashlarim taniydi, to'g'rimi? Sen mashhursan, men ham mashhur bo'lishni istayman. Shuning uchun qildim. Boqimmi? Sen mashhur bo'lmaysan. Tushunyapsanmi? Sen oddiy jitilsan. Oddiy jitilsan. Va unday narsalardan yiroq yur. Men endi o'zimni holimga qaytgim kelyapti, chunki boshim juda ham og'riyapti. Nimadir qilaylik, Fransi. To'g'risi men endi bilmayman. Menga bizga kerak bo'ladigan odam bu, bilasanmi kim? Kim? Sehrgar, albatta ahmoq. Shuning uchun biz hozir sehrgarni chaqirishimiz kerak. Sehrgarni chaqiraylik. Mayli, telefon qilaman. Telefoningni berib tur. Hozir. Qanday? Voy, jin ursin. Oy, boshim og'riyapti. Bo'ldi, o'zimga keldim va senga telefonim qanday tashardi? Mana bosdim. Ol telefonimni, yaramas. Bo'ldi, qilyapman. Qil. Ahvolini ko'rdingmi bu jinnini, Frenzi? Men bilan garov o'ynash shunaqa bo'ladi-da. Mana shunaqa ahvolga solib qo'ydimmi chiqishani. To'g'ri qilibsan, bir tarafdan ham o'zi bu jinroq edi. Lekin buni o'z holiga qaytarmaymizmi endi? Yo'q, bir hafta mana shunday yursin bechora bola. Jin ahmoq, meni o'zimni holimga qaytar, meni boshlarim og'riyapti, kasalman juda. Mayli, sen o'zing holingga qaytaraman. Lekin shartimni bajarasan. Nimalar deyapsizlar o'zi? O'zinglar kelishib olinglar, mayli men ketib qolay. Qayerga ketasan? Eshitmaysanmi suhbatimizni? Bilmadim, u menga qiziq emas sal. Lekin sen o'zing holingga qayt. Meni seni ko'rib hushim og'rib ketdi. To'g'risi, o'zinglar hal qilib olinglar. Yaramas, o'zim holimga qaytaryapman. Bular do'star urushaveradi shekilli bu ketishda. Jin ursin, bular urushaveradi bu ketishda. Nimadir qilib, endi bular bilan gaplashib olish kerak. Menga qiziq bu qanday o'zini holiga qaytargan. Men hozir ularning yoniga chiqaman mana. Bular esa o'zini holiga qaytardim. Nima qilasizlar endi? O'zinglarning holiga qaytarasanmi? Yo'q, shartim bor. Uni o'zini holiga qaytarish uchun. Nima shart ekan? Sen rozimisan? Albatta roziman. Tezroq o'zim holimga qaytsam mayli. Uning uchun sehrgar dunyodagi eng zo'r odam deb bilish kerak. Men shuni uni o'zini holiga qaytaraman. Eshitdingmi sen? Bilmadim. Jinni, rostdan ham sehrgar ahmoq. Men unday degim kelmayapti. Shunday demasang, bo'lmasa sen o'zing holingga qayta olmaysan. Tushunyapsanmi? Boring shu, bo'lmasa xayr. Bir hafta kutasan. Mayli bo'pti. Sehrgar dunyodagi eng zo'r odam. Bo'ldi. Endi o'zing holiga qaytarasanmi? Bo'pti. Sen ham deb beribdi Frenzi. Yo'qole. Sen endi deb nima qilaman men? Bo'pti, o'zing holiga qaytar, damlama berasanmi, nima qilasan? Menga damlama berasanmi? Yo, buni o'zini holiga qaytaraman. Bo'pti, men qila olmayman. Mana senga damlama, meni vaqtim yo'q, ketaman. Men senga damlama. Xullas, sehrli so'z mana bunday. Abrakatra. O'zingning holingga qayt, patra. Tushuna olmadim. Nima deding? Abrakatra. O'zingning holingga qaytira. Nima deyapsan? Xil narsa aytding-ku. Mayli, xohlaganingcha aytaver, bo'ldi, o'xshasa bas-da. Xo'p, unda qaytaramiz Jitel. Bu sen nimaga bunaqa qiliqlar qilasan? Mayli, sen ketaver. Bo'pti, abrakatra, o'zingning holingga qaytdi. Tushundingmi? Tushundim. Bo'ldi, ketaver. Xayr. Jitel, mana. Abrakatra. Nimadir. Yo'q, o'xshamadi. Xo'p, do'stlar, nima deyishimiz kerak edi? Abra, o'zingning holingga qaytdi. 1 2 3 mana. Rahmat senga, Frenzi. U yaramasga hali ko'rsatib qo'yaman. Shunday adabini beramanki uni. Menni yaxshilikcha qutula olmaydi. Rahmat senga albatta.
Mayli, sengayam rahmat. Bugungi videomiz ham g'alati bo'lib qoldi. O'zi sal bitta joyda turib o'tkazardim. Qandaydir sirli o'zlashishga ham bo'lgani yo'q. Menimcha videomiz ham ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun videomizga albatta do'stlar sizlar ham like bosinglar. To'xta, albatta hali videoni yakunlamaymiz-u. Sizlar albatta Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar. Xullas, ketdik, nimadir qilaylik, aylanaylik. Yo'q, meni vaqtim yo'q. Men ishlarimni qilishim kerak edi. Shuning uchun senga albatta mana bu yerdan tushasing bo'ladi do'stlar. Albatta sizlarga videomiz yoqgan bo'lsa do'stlar, videomizga albatta like bosing, obuna bo'ling va men tezroq 1000 ta obunachi bo'lishim kerak do'stlar. Shuni albatta men sizlarni barchangizni tekinga reklama qilib beraman. Albatta men barchangizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan birgalikda Frenzy bo'ldi.